Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yecibu en yeltemisen nasul hilale fittasi ve aşirin min şabana vaktel gurubi dedi. Adamlarınki hilal ayını görüş, Şaban'ınki 29'da gün oltuğa vaxtı üzüde vacipçi boludu deydimdi. Biz endi aldığı dersimizde roza deganiki üstüde toxtaldık. Yani roza degen neymi o şer'i ma'nisida hem lug'at ma'nisida neymi o? Bununki üstüde toxtaldık. Roza qancha xil boludu. Onunki niyet qandaq vaqt qilish kerak deganidek mushu mazmunda to'xtalgan bo'ldik. Hozir endi roza degan ibodatniki o'zini mana bu osmondagi oyninki 9-oyi bo'lgan mana bu Ramazon oyida keladi. Hijra oyninki hamda 9-oy bo'lgan Ramazon oyiniki oydagi bir oy to'liq tutish kerak. Endi bu Ramazon oy degan bu 9-oy bo'lgandiki 9-oy degan mana bir oy degan qancha kun bo'ladi? 29 yoki 30 kun bo'ladi. 29-30 kun bo'lgandan keyin bu oyninki mana 29 yoki 30 kun deganligini buni o'qish uchun osmondagi hilal oyga, ya'ni osmondagi oyga nima u bog'liq. Mana osmondagi oy mana birinchi kuni chiqadi bir oyninki, birinchi kunidan inchik chiqadi. Undan keyin 15 kunda rasmiy to'ladi, to'lgandan keyin undan keyin tadrijiy holatda bu kichiklab mana bu 29 yoki 30 kun bo'lgan vaqt o'zida bu tugaydi. Ya'ni tugab undan keyin yana bir oy nima qiladi? Chiqadi. Yeni bir ay, yani yeni bir ay başında. Ondan keyin bu qamariy oyninki mana yengidan chiqib uniki tugishi mana osmondagi hilal oyninki chiqishiga bog'liq. Ondan keyin bu Ramazon oy degan bu oyninki, ya'ni 9-oyniki hijriyniki bu oyniki boshlanishini bilish uchun osmondagi oyga bog'liq. Endi Ramazon oyniki oldida nima keladi? Shavval oy keladi. Ramazon oyidan keyin nima keladi? Nima? Ramazon oyininki oldida Shaban oy keladi. Ramazon oyininki keyinida Shavval oy keladi. Ikki oyniki o'ttirisi keladi. Undan keyin bu ro'zada tutishdan iborat bo'lgan bu muhim farzniki dal vaqtida shu Allohning Rasuli berkatgan shu mana aynan shu vaqtniki o'zida bilish uchun jazman shu Ramazon oyiniki kirganligini bilishimiz kerak. Kirganligini bilishimiz uchun qanday qilishimiz kerak? Shu Ramazon oyiniki o'zi meni kiribdi deganligini meni o'qish uchun Shaban oyninki tugishiga bog'liq. Endi Shaban oy tugandan keyin Shaban oy masalan 27-28 bo'libdi deb Shaban oyiniki zodi qancha oyniki Shabanniki oldida masalan Rajab oy. Rajab oyiniki oldida nima? Jumadiyal uxra. Uniki oldida Jumadiyal ula deymiz. Uniki oldida mana Rabiul uxra. Oxiri. Endi birisi Rabiul avval bo'ladi. Ondan keyin bizniki diniy ibodatniki hammasi osmondagi oyga bog'liq. Osmondagi oyga bog'liq. Mana Ramazon oyininki kirishi, osmonga, ya'ni ro'zadan iborat bo'lgan bu ibodatni mana dal joyida qilishimiz uchun osmondagi oyni bilishimiz kerak. Haj ibodatni mana dal Qur'oni Karimda degan shu haj oylari deganni shu bilishimiz uchun yana osmondagi oyga bog'liq. Zakatdan iborat bo'lgan bu ibodatni ado qilishimiz uchun yana osmondagi oyga bog'liq. Hozir biz ishlatayotgan milodiy u yildan hech aloqasi yo'q bizniki diniy islomniki ibodat. Vaqtga, zamonga bog'liq bo'lgan ibodatniki hech qanday bu milodiy yilga bog'liq emas. Bu oyga bog'liq emas. Faqat osmondagi oyga bog'liq. Undan keyin mana Ramazon oyiniki kirishini muqim jazman bilish uchun biz oldi bilan
Ramazan ayınınki aldı kelgan Şaban ayınınki 28-29 kunlari rasmiy shu bu ay endi shu kuni akşamı kun o'ltirgan vaqtniki o'zida qanday qilamiz o'choqniki o'zida men osmondagi oygacha qaraymiz. Endi 29 kunniki o'zida qarashniki o'zi mana bu osmondagi oy ba'zi kunlar, ba'zi vaqtlarda 29 kunlik bo'ladi, ba'zi vaqtlarda 30 kunlik bo'ladi. Shuning uchun endi Şaban oy 29 kun bo'lib qolsa, o'choqning o'zida mana 30 kun bo'ldi deb qarab to'g'ri bo'lmaydi. Shuning 29 kundan boshlab Şaban ayınınki tugamaganligini o'qish uchun shu 29 kuni degan Şaban ayının 29 kuniki kechda shunday kun o'ltirdi. 29 kun Şaban tugaydi. Kun o'ltirishdan andikin ikkinchi oldingi kunninki kirganlik bilinadi. Ondan oldingi 29 kunigini tugagan vaqtning o'zida shu namozsham vaqtning o'zida mana biz qanday qilamiz kun o'ltirgan vaqtning o'zida mana Ramazon oy chiqdimi, chiqmadimi deb osmonga nima qilamiz, u yerga qaraymiz. Mana osmonga qarab, agar bular shu hilal, endi arabcha tilda hilal deydi. Hilal degan gap, hilalninki jam'isi ahillatun bo'ladi. Hilal degan gap arabcha tilda shu birinchi kundan 3-kungacha kelib bo'lgan oyni hilal oy deydi. 27, 28, 29 yoki 28, 29, 30 kundagi oyni hilal oy deydi. Uningdan boshqa vaqtdagi oylarni qamar, aqmarun deydi. Endi bizniki Uyg'urniki tilida unda bir ayrim atayganim yo'q. Biz arabchadan kirib shuni hilal oy deymiz. Hilal oy degan shu mundaq o'g'aqdek odamning qishidek inchga birinchi kuni shunday inchga mundaq nima qiladi, chiqadi. Shu 29 kuni shu Ramazon oyininki hilal oyi chiqqanligini bu yerga qaraymiz. Agar ular shu kunniki o'zida shu hilal oyininki 29 kuni mana Şabanning namoz kun o'ltirgandan keyin kun o'ltirgan vaqtning o'zida endi bu hilal oy shu kunniki o'zida kun o'ltirish bilan chiqadi. Birinchi kuni hilal oyining. Shu kun o'ltirgan vaqt o'zida Şaban oyininki 29 kuni shu Ramazonning oyi hilal oyi chiqibdimi deb buni nima qilamiz, uniga qaraymiz. Nima qilamiz? Qaraymiz. Qaragan vaqtimizda ular agar shu 29 kuni shu hilal oyininki Ramazon oyining hilal oyininki chiqqanini ko'rgan bo'lsak, o'chog'imizni qanday qilamiz? Ro'za tutamiz. Endi ro'za tutamiz deydi. Endi bu yerda ko'rdik degan gap, bu nima degan gap bu? Ko'rdik degan gapniki o'zi chunki Alloh taolo insonga biladigan mana bir qancha odatlarni, a'zolarni shu yaratgan. U qavm ko'z, quloq, burun, og'iz, tetish. Eng birisi silash orqali. Men 5 xil narsani men Alloh taolo insonga biladigan bir narsani, sirtki bir narsaniki o'zini biladigan qilib odat qilib yaratgan. Ya'ni demak, ko'z orqali bir narsani mundaq ko'rsak biz shu ko'zimizniki vositadan bir narsani nima qilamiz, uni bilamiz. Ma oqkan, ma to'rt burchakkan, uch burchakkan, semizkan, o'riqkan, ma kishikan, ma ayol kishikan, ma hayvonkan deb. Ondan oldin bu yerda ko'rgan degan gapniki o'zida nima? Ko'rsa degan, bilsa degan gap. Ya'ni osh oyni ko'rib u odam endi hilal oy, Ramazonning hilal oy ko'ribdi deganini bilgan bo'lsak, bilishda ana hozirgi ko'z orqali biladi, undan boshqa tajriba. Hozirgi masalan falak astronomiya ilminiki masalan bir qancha yillik, masalan 10 yillik, 15 yillik, 20 yillik shu falak oyninki mana osmondagi oyning chiqarish shu chiqdi masalan bu oyninki o'zi mancha kun bo'ldi, falon vaqt chiqdi deganlikni bu belgilashda men osmon jismlariniki hisobotini qilish orqali hozirgi taraqqiy qilgan davrniki o'zida buni hisob qilish orqali bundaq nima qilgan bo'ladi ham belgilovchi bo'ladi. Chunki hozir 5 yil, 10 yil, mana 15 yil, 40-50 yilniki oldidiki shu quyoshniki qandoq chiqib, oyniki qandoq chiqqanligini hammani hisoblabchi uni barkat qiladi. Bu orqali anadikin shuni qarab, 1442-yili mandaq bo'ladi ekan, 1441-yil mandaq bo'libdi, 1440-yil mandaq bo'libdi, 1439-yil mandaq bo'libdi, 1438-yil mandaq bo'libdi deb hammani hisoblab
Şu arkalık anadaki bu yıllık mesela 1943 yıllık deyli keler yıl oldu şu hicri yıl oldu hamdi 1943 yıllık mana bu Ramazan ayıniki ma kunde to'g'ri kelib qoladi ekan deb oldin ola mana 1 yil yoki 5-6 oy burun uni taxmin qilib, ya'ni uni taxmin qilish orqali uni nima qiladi, uni biladi. Shu orqali bilgan bo'lsa, kalendarga mana agish orqali muqim islomiy nima bo'lgan bo'lsa, shu orqali uniga mana hilol oyini chiqadiganini bildik. U taxmin qilib bildi. Endi shu kunning o'zi to'g'ri keladi, ko'p vaqtning o'zida bu orqali aniq roza tutsak nima bo'ladi, uningda durustcha bo'ladi. Agar u kunning o'zida nima bo'lib qolibdi? Havo tutuq ekan. Havo tutuq bo'lgan bo'lsa, shu Şaban'daki 29. günü kun o'ltirgandan keyin kun o'ltirish bilan bunday qarasak, havo tutuq. O hilal ay degan inchki bo'lgandan keyin kichik, bak inchki. Bo'lgandan keyin ko'rilmaydi. Shunda havo tutuqli bino sup qolgandan keyin uchoqning o'zida qanday qilamiz? Ko'zi ko'rilmaydi. Ko'rmagandan keyin biz uchoqning o'zida bu oyninki o'zini Şaban oyini 30 kun tamamlaymiz. 30 gün deb qarab, bugün Şaban 29. Anda o'g'andan keyin ma ayınki üzü Ramazan'ın hilal ayı görülmepti, hava tutukken. Andan o'g'andan keyin ay degan 29-30 gün bo'ladi. Bugün Şaban'ın 29 gün olsun mu? Hozir 30 günni, erta 30 gün tamamlab, andan keyin o'g'illikni nima qilamiz? Tutimiz deb muqimlashtiramiz. Endi agar osmonda mushundaq bir havo tutilgan bir bulut yoki chang tuzan deganlardek ashundaq bir narsa bo'ladi ekan, u insonlarniki shu oyni ko'rishi nima qilgan, to'sadigan ashundaq to'saliq bir narsa bor ekan, hilal oyni ko'radigan. Endi u odamni ko'rmabdi. Ko'rmagan vaqtingizda boshqa bir odam ko'rgan bo'lsa, masalan, u vaqt bir ko'rmay qolib qoladi. O'chani boshqa bir odam ko'rib, yo bir odam yoki ikki odam mushundaq ko'rgan bo'lsa, eng oz bir odam ko'rdim deb o'chani guvohlik qilgan bo'lsa, shu mahkamaniki oldida, yani İslami devlet olması mahkemenin aldığı köydüm de işte haber vergen olsa ya ki cemaatin aldığı işte haber vergen olsa o İslami devlet olmasa o çalışda ma adamniki köydüm diyen guvalığını ne kılmayız? Kubul kılmayız. Yani biz köymegen buluşumuz mümkün. Ma adam köygen buluşum mümkün. Anda o andaki ma adam Müslüman hem nime adil adam. Takva, muttaki, salih, yalgan gap kılmaydıgan, aldırmaydıgan mındak adam. Anda o andaki ma adamniki rozu tutuş koğan aş guvalığını nima qilamiz? Qabul qilamiz deb nima qilamiz? O'shaningizda qabul qilib, ertasi ana ro'za tutishga muqimlashtiramiz. Endi bu oyni ko'rdik degan bu oyni ko'rishniki guvalığını qabul qilishda mayli er olamdi, mayli ayol olamdi, mayli hur olamdi, hammasi barobar. Ya ayol ko'rsin yoki bir hur odam ko'rsin. Ko'rgan vaqtning o'zida shu bir hur ayol yoki bir hur er kishi ko'rsa bo'ladi. 2-3 ko'rish shartcho emas. Şekço emas. Eğer qazi İslami devlet olmasa uçadı qazi bu bir şu bir adamniki yani şu bir adam guvalığı red qilibdi. Mana seniki o guvalığı qabul qilmaymiz deb. Red qilgan vaqtdagi o'zida hamda o adam voy men ko'rgan tursam, uçaniki o'zida bu adam bu qazi meni red qilyapti, men ro'za tutmayman demasdan uçaniki o'zida bu adam yüzü ko'rgandan yüzüge jazm bo'lgandan yüzü ro'za tutadi. Yüzüçü ro'za tutadi. Ama qazi red qilgandan keyin qazi o'chan qabul qilgan bo'lsa, hamma haq uqtirib o'chan o'zida davlat hokimiyatga vakolatan uqtirganda hukm qilgandan keyin o'chan uqtirdi. Ama o qaziniki o'zi uni red qilgandan keyin qolgan jamoat shu qaziga ergishadi. Buni hukm jihatda qazi o shu jamoatniki noibi bo'ladi, o'rni bosan. Unda uni qazi bilan voy köymüdok tutmaymiz dese, uçağımızda hemmesini qilmaydi, tutmaydi hem de. Bundan çok boludu. Hem de asmanda uçağın yüzü de bunda tosalgı bilası yokken. Hem tosalgı qalsa açtıq bir adam guvalını qabul qildi. Ama asmanda unda hava tutulduğan ya bulut ya ki çang tutsan unda bilası yok. Ama o günninki yüzü de qandaq qildi uçağın yüzüde hilal ayını ko'rganliginiki daha jiq adamning guvohligi lazım. Çünkü o ko'rmidik ya ko'rdik deydiganga o osmondagi bulut yok.
anda o'g'andiki ko'rmasligi mumkinchu emas. U bir ikki odamniki ko'rib qolgan odamni ko'rmasligi mumkin emas. Jiq odamni ko'rishi mumkin. Unda o'g'andiki eng az 3 bo'lmasa bir 50-60 100 odam ko'rdi deb guvohlik bersa, havo uchiq vaqtning o'zida ondan keyin bu odamlarning guvohligini qabul qilib, shu vaqtdagi o'zida nim qilamiz o'chaniki o'zida, mana o'chaniki o'zida ro'za tutishga aschu buyruqchu qilamiz. Asli ro'za tutamiz. Mana o guvohlik bergan odam hammasi mana nima ekan odil, mana haqiqiy mu'min, musulmon mushtaq odam ekan. Endi eng birisi havo ko'rgan vaqtdagi o'sha oyni ko'rishniki nimasi masalan osmondagi oyninki ko'rilish masalasi kelgan vaqtning o'zida bir iqlimda ko'rilishi bugungi kunda yeni bir iqlimda o kunda ko'rilmasligi çok mumkin. Endi bizdeki Hanifi mazhabda bir shaharda oyniki ko'rganligi mana o'chani sabit bo'lgan bo'lsa, mana mahkama tarafdan, mana shar'iy mahkama tarafdan o'chan o'zida mana shu davlatga ergashgan insonlarniki hammasi nim qilmaymi, hammasi nim qiladi o'chan o'zida ro'za tutishchi vojibchi bo'ladi. Endi o oyniki chiqadigan matlalarniki o'xshamasligi xatochi ilmaydi. Voy, mayada degan ma iqlimda masalan oyni chiqadigan yeri mandaq bo'ladi, yeni bir iqlimda oyat andaq bo'ladi degan buni xatoga olmaymiz deydi bizning Hanifi mazhabda. Lekin bu ulamolarımızın içinde İmam Abi Yusuf qatorliq olimlarning o'zi mana bu oyniki ko'rilishi mana mesela iqlim, mesela bizniki Saudiya bilan bizniki rayonimizning o'ttirisi 3 soat 4 soat farq qiladi. Ya'ni demak bizning rayonimizda 4 soat burun kun chiqadi. Mayada 4 soat keyin kun chiqadi degan gap. Mesela peshin u yerda bo'lgan bo'lsa, uçanın o'zida mesela bizim mayat peshin bo'lgan bo'lsa, bizim vatanda asr bo'ladi degan gap. Ya'ni oyniki chiqishi bu. Uçanın o'zida oya chiqqan oy mana kunniki shu osmon jism aylanishi orqali mayat chiqqan bilan oyat chiqmasligi uchun mumkin. Mana shunda ixtilof bo'ldi yani. Ixtilof bo'lgandan keyin oyning har bir kunda chiqqan vaqtida o'rin o'xshamaydi. O'xshamagandan keyin uçanın o'zida bunu qarta bir yerdagi bir yerga ergish nima emas, vojibchi emas deb qaraydi. Nima qadisa bu to'g'riliq İbn Abbas roziyallohu anhu so'zi bor. İbn Abbas roziyallohu anhu o'zidagi Kurayb degan bir mavlosi bo'lgan ekan. Kurayb degan mavlosining o'zini Madinamdan shu Shamga avat etgan Dimashqqa. Dimashqqa avatgandan keyin bu odam qo'pib shu yerga kelgan vaqtda bu Muaviy roziyallohu anhu zamoni ekan. Shu vaqtning o'zida bu Ramazonni bular shanba kuni tutdi ekan. Shanba kuni tutgandan keyin shundan ro'za tutdi, nima qiladi, keladi, Ramazon tugaydi. Tugandan keyin bu odam Kurayb şu Medine'ye yenip gelirken, kelgandan Ibn Abbas so'raydi ekan. Siz Ramazon qaysi kunda tutdinglar desa, shu vaqt o'zida juma kuni tutdik, nima shanba kuni tutdik deydi. Deganda Ibn Abbas mana biz juma kuni tutdik deydi. Deganda Ibn Abbas roziyallohu ta'ala anhu uningki o'g'liki iqlim, ya'ni uningki shahri oyat shanba kuni ko'ribdi, shanba kuni kash. Anda o'g'anikin biz mayada juma kuni kashni qilibdi. Ko'ribdi. Onda o'g'andan keyin har shaharniki o'ziga ko'rgancha bo'ladi. Payg'ambar mushtaq bo'ri degan mazmunda nima bor? Hadis bor. Onda o'g'andan keyin bu yerda bir iqlim, masalan yaqin bo'lsa shahar tutash, bunda yo'q bo'lgan bo'lsa mayli. Masalan birimiz. Ammo bir shahardan yana bir shaharning orlig'i, bir iqlim bilan yana bir iqlimniki orlig'i yiroq yer bo'lib shundoq. Qan bo'lsa, o'chan o'zida bir shahardagi mana insonlarniki yeni bir shahardagi ko'rgan insonlarniki oyga tabi bo'lib undaq mana ro'z ergish nima emas o bo'lmaydi deydi. Her rayondagi insonlar o'zidagi shu turayotgan joydagi shu ahli ilmi va diniy o'rinlardagi shu unim kuzatadi. Kuzatgandan keyin shuni ko'rib bakatgan shuni ergashsin deydi. Chunki osmondagi oyniki mana bu yerda astronomiya ilmidagi gap bu. Anda o'g'anikin hamma vaqt o'xshash chiqmaydi. Osmon mana yer shar dumbuloq, oy dumbuloq. O'chani o'zida bunda oylagan vaqt oylib turgandan keyin mayaga chiqqan vaqtida kun mayaga kirib, uni kunchi mundaq bo'lib qolishi. Masalan, mayada bugun chiqqan bo'lsa, masalan bizning rayonlarimiz bugun chiqmay, erta chiqqan bo'lishi mumkin. Ya'ni hozir chiqdi degan gap. Mana mayada hozir mana bugun kunning o'zida hilal oy ko'rindi degan gap bizning rayonimizda
Mesela mayada namazşam boldu degan gap, bizning rayonimiz nima bo'lib ketdi o'chanimizda xubtanni eshib soat yatağa vaqt bo'lib ketdi. Mayada chiqargan kun o'chanimizda oyat ko'rinamda, ko'rinmaydi. Shu mushtaqcha o'xshashmaslik bor. Hamda yana bir gap, mushu shak qilgan kuni qat'iy ro'za tutishga bo'lmaydi. Mesela shak qilib ketdi. Ma kunni bugun ati ro'za tutsak bo'ladimi, bo'lmasak bo'ladimi deb musha ixtilof bo'lib qolgan vaqtimizda, unda hozir ixtilof qilib ketdi, men ro'za tutib o'tay, Ramazonda bo'lsin deb shak kunda ro'za tutish qat'iy durust emas. Chunki bu oy degan qancha 29 ya 30 jazm bo'lishi kerak. Jazm bo'lishgandan keyin ibodatimiz shak bilan bo'lmaydi. Çünkü jazm bo'lgandan keyin jazm qon vaqtda tutish kerak. Ammo nafl ro'za bo'lsa bo'ladi. Nafl ro'za masalan burundan tortib her haftaniki 2-chi, 3-chi kuni ya her ayning 4-5 kuni ro'za tutgan bo'lib, shu shaklni to'g'ri qilib qolgan bo'lsa, u nafl ro'za tutsa u bo'ladi. Endi yana bir sanadan keyin endi Ramazonniki tugaganini bilish uchun qanday qiladi? Mana 30 kun bo'ladi osmondagi oy. Ramazonniki tugab ketganligini mana o'qish uchun bu odamlarniki o'zi Ramazonniki 29-kuni Şavval ayiniki hilalini ko'rish uchun hammadan buni diqqat qiladi. Bu kun o'ltigan vaqtida Şavval ay ko'rildimi, ko'rilmadimi deydi. Agar shu odam shu Şavval ayiniki chiqqanligini Ramazonning 29-kuni kechda kun o'ltigan vaqtida mana ashlik chiqqanligini ko'rgan bo'lsa, u chaqniki o'zida nima bo'ladi u odam? U chaqniki o'zida bu odam ro'zachi azchu tutmaydi. Yani o'chan o'zi ro'zachi tutmaydi deydi. Agar u odam iftor qilsa, o'chan o'zida iftor qilib etibdi, qazosini nima qiladi? O'chan o'zida u odam agar yolg'iz ko'rgan bo'lsa, u ya'ni Şavval oyiniki o'zini iftorchi qilmaydi. Ya'ni ro'za tutadi. Yolg'iz ko'rib qolgan odamni o'qimabdi, ko'rmabdi. Ro'zachi tutadi. Agar men ko'rgandiki men ro'zani tutmayman deb yolg'iz undaqan bo'lsa, u odam bir kunlikni bir kun qazosi qilish kerak. Chunki bu odam jamoatga nima, ergishga nima mukallaf. Chunki Payg'ambar hadis asosan Allohniki yordami va hidoyat jamoatning ustiga bo'ladi deganga. Yoki yegani odamning ustida bu Allohning rahmati, yordami va nimasi o to'g'ri yo'lga boshlashdan iborat bo'lgan hidoyat yoki yegani odamning ustiga bo'lmaydi. Jamoatning ustiga bo'ladi. Endi bu odam ashla o'zi ko'rib turib, shu ro'zani tutmagan bo'lsa, u odam bir kunlik qazosi qiladi, ammo uni nima yo'q, kafarat yo'q. Bir kunlik qazosini qilsa bo'ladi. Ammo osmonda bir illat, bir chang tuzang ya bulut var ekan. Mesela 29-kuni Ramazonniki 29-kuni qarsak, o'chani o'zida Şavval oyiniki ko'rganliginiki o'zini ikki odam yoki ikki ayol bir erkishning guvohligini qabul qilamiz. Ammo o'zi yolg'iz o'zi qabul qilmaymiz yani. O'chaniki o'zida ikki odam bo'lishi kerak. Ma ibodat tugidi degan uchun ikki odam guvohlik berish kerak. Shu bir odam ko'rsa uni qabul qilmay, men ko'rganligidan uni qabul qilmaganligidan men tutmayman deb tutmasa qazosi qiladi deymiz. Agar osmonda illat, ya'ni osmonda 29-kuni Ramazonning osmonda ya bulut yo'q yoki hech qanday bir narsa yo'q. Yo'q bo'lgan bo'lsa, o'chan o'zida ko'p jamoatninki shu Şavval oyininki Ramazonning 29-kuni Şavval oyininki hilal oyini ko'rganligini uchun qilamiz, o'chan o'zida uni uchun qabul qilamiz. Jiq odam çok ko'rish kerak. Buning uchun uni uchun ko'rish kerak. Şu osmon hech qanday olmadiki 29-kuni Ramazonning mana Şavval oyini ko'rdim degan eng az mana 3 yoki 4 va uni boshqa 100-200 odamni ko'rdik degandikan andiki qabul qilamiz. Bo'lmasa qabulchi qiluvchi bo'lmaydi. Ammo mana Qurban bayramidagi üzüdüm shunda. Mana Qurban bayramidagi üzüdüm. Mana ash oyini ko'rdim deydiganға bir odamdagi guvohlik olsa uni qabul qilamiz. Masalan, havo uchiq bo'lgan bo'lsa, u jiq odamni qabul qilish kerak. Bu shu Ramazon oyininki kirganlik ya chiqqanlikqa o'xshash. Mana Zilhajj oyiniki, Zilhajj oy degan nima? O'chanda hajning iborat bo'lgan bir ibodatni qilamiz. Ma Zilhajj oy kiribdi, mana Zilhajj oyiniki hozir qancha kuni? 4-kuni. 4-kuni bo'lgandan keyin Zilqa'da oyiniki 29-kuni hammamiz shu osmonga kun o'ltirgan vaqtimizda Zilhajj nima qildim, hozir kirdimi, kirmadi deb uniga hamma odamni qarish mukallaf. Mana Zilhajj oyiniki kirdi degandan keyin 1-kundan boshlab, 10 kundan 13 kuni Qurban bayrami bo'ladi.
Bunuğa yani demek her bir mümin Müslüman osmondagi oyniki chiqqanliginiki o'zini mana osmondagi oy qaysi oy mana hozir qaysi oyga ketib boramiz qanchinchi kuni deganlikka o'ziga diqqat qilish kerak. Mana qamara oyniki hijriy oyniki birinchi oyi nimadan boshlaydi? Muharramdan boshlaydi. Muharram, Safar, Rabiul avval, Rabiul oxir. Jumadal ula, Jumadal nima? Uxra, oxir. Rajab, Ramazan, Rajab, Şaban, Ramazan, yani 9. Onudaki Şavval, onudaki Zilqada, onudaki Zilhicce. Zilhicce hac ayındaki nemisi bu kamera ayındaki 12 aylık nemisi nemi konuda uçağın üzerinde bu tügeydi. Ondan onudaki bu ayındaki üzerine hemimiz puxta bir şekilde bilişimiz. Çünkü bizim ibadetin hemisi asmadık aygı nemi konuda qaraydı. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.